6. Bab. Bir dam ilish kuni Hazreti Aysa buğdaylıqdan o'tib ketyapti. Uning shogirdlari bashaqlarni uzib elib, olqinda uvlab yedi. Buni ko'rgan ba'zi farisilar, "Sizlar nemishqa dam ilish kuni cheklagan ishni qilsizlar?" deyishdi. Hazreti Aysa, Podsho Davud va uning hamrohlarining osh qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? Qani, aytib beqinglar. U ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan va hamrohlarga ulashtirib bergan. Halbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi, deb javob berdi. Va xulosa chiqarib ularga, "Men inson o'g'li, dam ilish kunining egisidirman", dedi. Yani bir dam ilish kuni Hazreti Aysa ibodatxonaga kirib, ta'lim beryotdi. Ibodatxonada o'ng qo'li qurib ketgan bir odam bor edi. Hazreti Aysoning ustidan arz qilish uchun bahoni izlab yurgan Tavrat ustozlari bilan farisilar uning dam ilish kunimi kesal saqaytmaydiganligini paylab yurishadi. Biroq ularning ko'ngildagini bilgan Hazreti Ayso qo'li qurib ketgan yilqi kesalga "O'rningdan tur, oldimga kel", dedi. Yilqi kesal o'rnidan turdi. Ondan Hazreti Ayso ko'pchilikka, "Sizlardan so'rab boqaychu, qanday qilish Tavrat qonuniga uyg'un? Dam ilish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki jonga zomin bo'lishmi?" dedi. Va kasalning atrofidagilarga ko'z yugurtib chiqqandan keyin yilqi kasalga, "Qo'lingni uzat", dedi. U odam qo'lini uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Ammo Tavrat ustozlari va farisilar intoyin g'azablanib, Hazreti Aysoga qanday taqobil turish to'g'risida maslahatga tushdi. Bir kuni Hazreti Ayso duo qilish uchun toqqa chiqdi. U yerda Xudoga kechicha duo qildi. Tong otganda shogirdlarini oldiga chaqirib, ularning ichidan 12 kishini tanlab, ularni elchi deb atadi. Ular Simon, Hazreti Ayso uni Petrus deb atagan va uning inisi Andar, Yaqub, Yuhanna, Filip, Bartolomay, Matta, Thomas, Halpayning o'g'li Yaqub, vatanparvar deb atalgan Simon, boshqa bir Yaqubning o'g'li Yahuda va keyin Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda Ishqariyotlar edi. Hazreti Ayso elchilar bilan tog'dan tushib, tuz bir yerda turardi. Ularning oldiga nurg'un shogirdlar hamda Yerusalim shahridan jumladan butun Yahudiya o'lkasidan kelgan kishilar to'p-to'p bo'lib kelib yig'ilishdi. Hatto dengiz bo'yidagi Tir va Sidon shaharlaridanmi nurg'un kishilar kelgan edi. Ular Hazreti Aysoning ta'limlarini anglash va kasallarga shifolik izlash uchun kelgan edi. Jinlar dastidan azoblanganlarmi kelib, shifolik tepishdi. Ko'pchilik qo'llarini Hazreti Aysoga takkizib olishga tirishadi. Chunki uning vujudidan kuch-qudrat chiqib, ularning hammasini saqaytib. Ondan Hazreti Ayso shogirdlariga qarab mundaq dedi: "Ey yo'qsullar, ne qadar baxtliksizlar. Chunki Xudoning podshohligi sizlarninkidir. Ey osh qolganlar, sizlarmu ne qadar baxtlik. Chunki Xudo sizlarni to'liq qanoatlantirdi. Ey yig'layotganlar, sizlarmu baxtlik. Buningdan keyin shod xuromliqqa cho'misizlar. İnson o'g'liga ergashganliginglar uchun ba'zilar sizlardan nafratlansa, yuz o'risa, sizlarga tuhmat, haqorat qilsa,
sizlarni yomon desa, naqadar baxtliksizlar. O chaqda shod-xuron bo'lib tantana qilinglar. Chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda. Bu qora niyatlarning oti bo'vlari burunqi payg'ambarlargimi shundoq ziyonkashlik qilgan. Lekin holinglarga voy, ey boylar, rohat farog'at sizlarga yor bo'lmas endi. Holinglarga voy, ey qorni to'qlar, ochliqda qolisizlar endi. Holinglarga voy, ey kulayotganlar, hozir tutib yig'laysizlar endi. Xaloyiq sizlarni maqtaganda holinglarga voy. Chunki Xudoning g'azabiga uchirgan burunqi soxta payg'ambarlarmi bu xalqning oti bo'vlarining maqtishiga erishgan. Quloq silib anglanglar, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rstinglar. O'shmanlik qilganlarga yaxshilik qilinglar. Sizlarni qarg'anlarga baxt tilanglar. Sizlarga yomon muomalada bo'lganlarga duo qilinglar. Birsi sizlarning o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birsi sizlarning chopininglarni elib ketsa, ko'nglinglarni selib beringlar. Birsi sizlardan bir nima tilisa, tiligini beringlar. Birsi sizlarning biror narsanglarni elib ketsa, uni qaytarib berishni so'ramanglar. Boshqalarning o'zinglarga qanday muomala qilishini kutsanglar, sizlarmi ularga shunday muomala qilinglar. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi o'zini yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatadi. Agar sizlar o'zinglarga yaxshilik qilganlarga yaxshilik qilsanglar, buning maqtangudek nari bor. Hatto gunohkorlarmi shundoq qiladi. Agar sizlar qarzni qaytara oladiganlarga bersanglar, buning maqtangudek nari bor. Gunohkorlarmi aynan qaytirish sharti bilan boshqa gunohkorlarga qarz beradi. Yo'q. Sizlar dushmaninglarga mehr muhabbat ko'rstinglar. Ularga yaxshilik qilinglar. Boshqalarga qaytarib olishni o'ylamaylar, pul qarz beringlar. Shu chaqda arishda mo'l inomga erishsizlar va ulug' Xudoning farzandi bo'lganliginglarga guvohlik bergan bo'lasizlar. Chunki Xudo yaxshilikni bilmaydiganlarga va yomonlarga shafqat qiladi. Arishdagi otanglar mehribon bo'lganidek, sizlarmi mehribon bo'linglar. Boshqalarning ustidan hukm qilib yurmanglar. Sizlarmi Xudoning hukmiga uchirmaysizlar. Boshqalarni ayblamanglar. Xudomi sizlarni ayblamaydi. Boshqalarni kechiringlar. Xudomi sizlarni kechirim qiladi. Boshqalardan hech nimani oymanglar. Xudomi sizlardan hech nimani oymaydi. Hatto sizlarga cho'ng o'lchig'ichga liq chingdab to'ldirilgan inomni taqdim qiladi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab besanglar, Xudomi sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Ondan Hazreti Ayso ularga tamsil orqali ta'lim berib mundoq dedi: Qarg'uni yetaklab mangolmaydi. Unda qilsa, har ikkilisi o'rg'i tushib ketadi. Shogird ustozidan ustun turmaydi. Lekin u o'qib yetishgandan keyin ustoziga o'xshash bo'la oladi.
Nemi üçün birodarının her kipikide kichik sevenlikini ko'rib, o'zingdiki limdek cho'ng gunohni ko'maysan. O'zingdiki shuncha cho'ng gunohni ko'may turib, birodaringga ko'zingdiki her kipikini ilib etay deyishing qandoq gap? Hey soxtipes, avval o'zingning ko'zidagi limni ilib et. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi her kipikini ilib etalaysan. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxtmi yaxshi meva bermaydi. Her qandoq daraxtni bergan mevasidan farq etgili bo'ladi. Tikandin anjur, yantoqdan üzüm olg'ili bo'lmaydi. Shuningga o'xshash yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Chunki ko'ngilda nima bo'lsa, eg'izdan shu chiqadi. Sizlar ajab meni Rabbim, Rabbim deysizlar-yu, buyruqlarimga amal qilmaysizlar. Amsa mening oldimga kelib, so'zlarimni anglab amal qilganlar kimga o'xshaydi? Ular xuddi uluni cho'nqur qezib, qo'ram toshning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Kelkun kelganda uning kuchlik hujumi undaq imoratni qimir qilg'izolmaydi. Chunki u puxta selingan. Lekin so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar ul qurmay, quruq yerning ustiga imorat solgan kishiga o'xshaydi. Bundaq imorat kelkunning hujumiga uchirgan hamon o'rilib, butunlay gumron bo'ladi.